Oncolife klinikasida xursandchilikni sababi Oncolife oilasi yana bir kishiga ko'paydi. Shuning uchun bugun chaqalog'imizni ziyoratiga keldik. Allohim yana bir oilani farzand ne'mati bilan siyladi. Hozir birgalikda kirib tabriklab chiqamiz. Sentabr oyida embrion patsattkasi bo'luvdi. Mana vaqti soati kelib, onasi esalomon bag'riga bosib oldi. Juda ham kichkinagina, shiringina, jajjigina mo'jiza. Oncolife klinikasini bitta oilasi deb qabul qilamiz-da, kichkina chaqaloqchamizni. Iymonli, e'tiqodli farzand bo'lsin-a. Ota-onasiga duolar beradigan, rahmatlar beradigan, ko'z tegmasin, yaxshi katta qilib olinglar. Juda xursand bo'ldik. Albatta klinikamizda ham kutamiz. Katta qilib kelsin. Xudo xohlasa. Bu shunchaki umid emas. Bu sizning eng yaxshi imkoniyatingiz. Bu Oncolife.